Mana shu mashinani egasi o'zimizni doimiy mijoz, o'zlarining og'aynilari bo'ladimi, opa-singillari bo'ladimi, kimda DTP holati bo'lsa, primoy bizga olib keladilar. O'zlarining mashinalarida mana shunaqa holat bo'lib qopti. Xudo xolsa, mashinamizni chiroyli qilib o'zini zavod holatiga qaytarib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Ikkita krilo, kapot, fara, bamper, облицовка, shvililari hammasi almashadigan holatda bo'lib turibdi. Xudo xolsa, bularni hammasini zazorlarni to'g'rilab, stendchlarni qilib, egalariga bilinmaydigan darajada qilib beramiz. Ish jarayonlari bugundan boshlanyapti. Kuzatib, paddesh qilib turasizlar. Matiz mashinasi xudo xolisa tayyor bo'ldi. Sifatda bitta ko'rib o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Zazorlari, shagrillari, kraska, hamma narsasiga e'tibor bergan holatda ideal qilib mordalarni yig'ib qo'yganmiz. Buni bitta yaqindan ko'rsatib o'taman. Ko'rishingiz mumkin. Faralarigacha, qoshlarning zazorlari hammasi ideal holatda turibdi. Bu mashinamizning ikkita krilo kapot qismlarini sepib berdik. Agar sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.